Temudan buyurtma berishni to'xtatishingiz kerak, chunki O'zbekistonda mazkur elektron platformaning faoliyati cheklanmoqda. Bu haqda Istiqbolli loyihalar Milliy agentligi va Soliq qo'mitasining axborotida ma'lum qilindi. Ushbu xabarga ko'ra, mamlakatimizda 2025-yilning 20-mart sanasidan boshlab Temu elektron platformasining faoliyati cheklanyapti. Bunga elektron tijorat, chakana savdo, reklama, mualliflik huquqi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kabi bir qator qonun talablariga rioya etilmayotganligi sabab sifatida ko'rsatilgan va mazkur platformaning foydalanuvchilariga bugundan e'tiboran ushbu ya'ni Temu orqali buyurtma bermaslik va avval agar buyurtma berilgan bo'lsa pulni qaytarib olish tavsiya qilingan. Yaxshi ish bo'lmabdi, chunki juda ko'pchilik ushbu platformadan foydalanib kelayotgan edi. Bu videoni Temu platformasidan tez foydalanadigan, ko'p buyurtma qiladigan tanishingizga yuborib qo'ying, toki puliga kuyib qolmasin.